Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, bugun Ramazondagi qarindoshlarimiz to'g'riliq to'xtalamiz. Musulmonlar aro ulfatlashish va bir-biriga kuyinish shariat va dindir. Alloh taolo o'z shariatida bizni doim inoq ittifoq o'tishga va birlashishga chaqirib, bo'linishdan va talash-tartish qilishdan yiroqlashtiradigan adab-axloq va g'oya maqsadlarni yo'l qo'ydi. Agar biz bu eng yuksak ideallarni bajarib keltirgan va bu axloqlar bilan xulqlangan bo'lsak, doim bir tan, bir jon bo'lgan bo'lardik. Shuning bilan Alloh taolo haqqa yordam bergan va dinni kuchlantirgan bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Allah seni o'zining yordami bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzüki bütün boyliqni sarf qilibmi, ularning dillarini birleştirelmeydin. Lekin Allah o'zining kamali qudrati bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qarindoshlar aro ulfatlashish sababga aloqasiz taqdir bo'lmasdan, balki ijro qilinadigan shariatning va o'rindaladigan vojibotlarning mevasidir. Shariat shunday hukm qiladiki, musulmonning qarindoshidir. Bir-biriga zulm qilmaydi, qarindishini qo'g'dimay, halokatga tashlab o'tmaydi. Mu'minlar bir-birini yaxshi ko'rish, bir-biriga mehr-muhabbat yetkazish va yistashlik qilishda xuddi bir butun badanga o'xshaydi-ki, badanning bir a'zosi og'rib qolsa, boshqa butun a'zolar bearam bo'lib, uyqusiz qoladi. Ey ro'zador qarindishim va hamshiram, ko'rib turibdimanki, ushbu Ramazon oyida dunyo oxiratning yaxshiliklaridan iborat ilohiy ne'mat va baxshandalarni bo'lishiga qo'lga keltirishga hammanglar to'lim erishmansizlar. Barchamiz Ramazon oyida afu qilinishni, kechirim mag'firatga noil bo'lishni, sahva xatoliklarimizni maxfiy qilishini, insonlardan behojat bo'lib, hojatlarimizning ado qilinishini, kamtuklarimizning to'liqlanib, qiyinchiliklarimizning ko'tarilib ketishini va ishlarimizning oson bo'lishini tama va umid qilamiz. Faqir hargizmi bularga erishishingiz mumkin emas yoki yetkili bo'lmaydigan darajada yiroq deb qaramayman. Chunki siz bularning hammasini qo'lga keltirishning sabab va ochqichlariga egasiz. Bularning qo'lga keltirish sizning Alloh taolaning o'zingizga berishini orzu qilgan narsalarni insonlarga berishingiz bilan bo'ladi. O'zingiz afu qilinishingiz uchun avval boshqalarni afu qilishingiz, kechirilishingiz uchun o'zgalarni kechirib o'tishingiz, xatoliklaringizning oshkorlanmasligi uchun boshqalarning xatoliklarini yepishingiz, osonchilikqa erishishingiz uchun boshqalarga osonlashtirishingiz, sexiylarcha muomalaga erishishingiz uchun sexiylarcha muomala qilishingiz, rahim qilishingiz uchun rahim qilishingiz, ig'irchiliklaringizning ko'tarilishi uchun boshqalarning ig'irchiliklarini ko'tarib o'tishingiz kerak. Chunki har qanday yaxshilik faqat yaxshilik bilan mukofotlantiriladi. Mukofot yoki jazo amalga qarata bo'ladi. Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Bu ma'nolarni Hidoyat imomi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning so'zlari bilan birlashtirib o'ylanib boqing. Payg'ambar alayhissalom ayturki, kimki musulmon qarindoshining beshiga kelgan ig'irchilikni ko'tarib etsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning beshiga kelgan ig'irchilikdan birini ko'tarib o'tadi. Kimki birining qiyinchiligini osonlashtirib bersa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning ishlarini qulaylashtirib beradi. Kimki musulmonning aybini yapsa, Alloh taolo dunyo va oxiratda uning aybini yapadi. Kimki musulmon qarindoshiga hamdamdi bo'lsa, Alloh taolo uning hamdamdi bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana aytganki, kimki qarindoshining oshini ravo qilsa, Alloh u kishining oshini ravo qiladi. Kimki musulmon qarindoshining so'zini yondirib bersa, Alloh u kishining xatoliklarini qiyomat kuni kechirib o'tadi. Yuqorida bayon qilinganidek, yaxshilik qilguvchilar yaxshilik bilan, qulaylashtiruvchilar qulaylashtirilish bilan, sexiylik qilguvchilar sexiylik bilan, rahmat bilan muomala qilguvchilar rahmat bilan mukofotlantiriladi.
Allah bandalardan rahim shafqatliklarga rahim qiladi. Musulmonlarning ishlarini yaxshilashda elib beriladigan har qanday bir ish amaliyotda shu kishining o'zining dunyo va oxiratdagi ishini yaxshilashdir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bundoq deydi: insonlar qiyomat kuni ilgari ko'rilib boqmagan darajada yalang'och, och, ussuz, nihoyat arg'in holatda tirildiriladi. Kimki Allah rızalıq uchun kiyim kiydirgan bo'lsa, Allah o kishi kiyim kiydiradi. Kimki Allah rızalıq uchun och qolganni to'yg'izgan bo'lsa, Allah o kishini to'yg'izadi. Kimki Allah rızalıq uchun birining ussuzligini qondirgan bo'lsa, Allah o kishining ussuzligini qondiradi. Kimki Allah rızalıq uchun afu qilib o'tgan bo'lsa, Allah o kishini afu qilib o'tadi. Qarindoshlik va mehr-muhabbat rishtasini kuchlantiradigan bu solih amallar zikr, duo, roza va namozga o'xshash ibodatlar bilan birga bu yaxshiliklarga aldirash uchun musobaqa qilishadigan bir maydon bor deyilsa, Ramazon shu maydonning markazi bo'ladi. Ana shular yaxshi ishlarni qilishda musobaqa qilishib, oldiga o'tib ketgan kishilardir. Shubhisizki, imoniy qarindoshlik majburiyat va amaliyotdan mustasno ichi quruq bir shuar bo'lmasdan, balki uning o'ziga taalluq turtki va omillari hamda talab va taqozzolari bordir. Imoniy qarindoshlikning talab taqozzolari do'stlikni ifodalash, xolisona yordam berish hamda yaxshi ko'rish va nasihat qilishdan iborat eng kuchli iymon tutqolarini o'z ichiga oladi. Xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek, Allah uchun yaxshi ko'rish, Allah uchun o'chkirish iymonning eng mustahkam tutqolarining biridir. Uning talablarining qatoridan yana tuqqandarchilikni yaxshilash va har bir musulmonni dindorlikqa qarata hurmatlashim bordir. Ramazonda o'zaro ega bo'lish va bir-biriga yaqin turishning ma'nosi dindagi qarindoshlikning turtkisida alohida gavdalanadi. Och qolganlarni to'yg'izish va uning uchun jamoat birlikda harakat qilish, shuningdek qo'ldan kelgancha butun yaxshiliklarni qilish, aziyat berishdan qochish, sadaqa berish, zakotlarni ado qilish, namozlarni masjidda jamoatdan o'qish, birlikda duo qilish qatorliq ishlarning hammasi iymon ahli orasidagi tuqqandarchilik va qarindoshlik turtkisi bilan munosabatlikdir. Bir oy bo'yicha butun ummatning kollektiv shaklda ro'za tutishining o'zi his tuyg'ularni birlashtirib, qalblarni bir-biriga yaqin qiladi. Bir shaharda yashaydigan musulmonlar birlikda ro'za tutadi, birlikda iftor qilishadi. Ular ro'za tutishda, iftorda, ochliqda, to'qliqda barobardir. Ular 5 vaqt namoz va juma namozi uchun masjidlarga kelganida, saflari mustahkam qarindoshlar bo'lib, hammasi birlikda Allohga ibodat qilishadi. Ramazon oyi tutgan vaqtda hammaylar yig'ilib, xushal holda ayit namoz o'qiydi va shukr aytib takbir tovlashadi. Ey ro'zador qarindoshim, Ramazonning maktubiga diqqatingizni bering. Siz cho'ng bir jamoat ichidagi yakka bir shaxs. Bu jamoatdagi har bir shaxsning sizning ustingizda muayyan haqlari bordir. Sizga sexiylik ayida eng munosib va eng yarashadig'ini ashu qarindoshlaringizning ahvolini bilib turish va ularning ehtiyojini qamlashdir. Sizning xilma-xil yemak-ichmaklarga to'lib toshgan dasturxoningizda qaysini olib, qaysini olmaslikni bilolmay turganingizda, qarindoshlaringizning ichida iftor qildiganga biror tal xurma yoki ussuzlikni qondirdiganga sovuqqina bir yutum suvmi topolmaydiganlarning borligini unutmang. Siz ozoda ham tinch uyingizda yumshoq ko'rpalar ustida rohat so'zlib yotganingizda, xilma-xil baloyi ofat yoki urush sinoqlari bilan to'lgan rayonlarda jonlar, janonlar va yosh avlodlarga hamda mollar va bog'varon ziroatlarga yetgan aziyat va ziyonlarning dastidan qo'rqinch, chidaqsiz ochliq, qattiq sovuq va pishqirim issiq qatorliq sabablar tufayli xotirjamsizlik qamchisining ostida jon talishib, quloqni yarg'udek dahshatli portlash ovozlari bilan tang-tang atqizilgan kishilar nurg'undir. Hayday desangiz bir qanchilgan mashinalaringiz, o'ltirib qo'pay desangiz xilma-xil oliy ko'rpa ekandozlaringiz, par yostiqlaringiz, xilma-xil narsa kerak va ashyo mollaringiz bo'lishi mumkin.
Lekin qarindoshlarınızın ishida panohlanadigan yeri, o'ltiradigan uyi, jiddiy ehtiyojlar uchun qo'llaniladiganga qatnashvasi yo'qlar az emasdir. Siz boy-bayashatchilik, baxt saodat ichida xotirjam yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin sizdan boshqa nurg'un qarindoshlaringiz qiyinchilik tortayotgan, kasalliklar bilan elishayotgan bo'lishi, ularning ahvollariga ko'ngil bo'ladigan fazilatli kishilarga yoki ularning jabr-jafosini, ziranj mushaqqatlarini eslaydigan vafodor kishilarga talpinib turayotgan bo'lishi mumkin. Ro'zlar qarindishim, Ramazon oyining oxirida avlodlaringizga eng yaxshi yemak-ichmak, eng yaxshi kiyim-kechak, eng yaxshi o'yin turlarini tanlab bo'lolmay tingriqab qolayotgan vaqtingizda boshqa bir qarindishingiz qo'lining torliqidan yoki ne'mat berilgan kishilarning bexilligidan avlodlarning qaysisiga berib, qaysisiga bermaslikda tanglikda qilayotganligini o'ylab boqqanmidingiz? Qimmatli qarindishim, siz qarindoshlaringizga saxiylik qilgan vaqtda o'zingizga saxiylik qilgan bo'lasiz. Bu orqali siz olamlarning Rabbiga qarzi hasana bergan bo'lasiz. Alloh taolo sizga bu yaxshiligingizni dunyoda qattiq muhtoj bo'lgan kunlaringizda, shundaqla inson o'z qarindishi, onasi va dadasidan qochadigan kun, ya'ni qiyomat kunida hassalab qaytarib beradi. Sura Hadid 11-oyatda Alloh taolo mundaq degan: Kimki Allohga qarzi hasana beradi ekan, ya'ni Allohning roziligini tilab, uning yo'lida pul-mol sarf qiladi ekan, Alloh uningga hassalab qaytaradi, uningga cho'ng savob beradi. Ey Allah, bizni sening diningga ching esildiganlardan, sening roziliqing uchun bir-birimizni yaxshi ko'radiganlardan, sening itoatingda bir-birimizga rahim shafqat ko'rsatadiganlardan qilgin. Amin.